Nexat va Amazon 20 ming litr sig'imga ega o'g'it sepish qurilmasini ishlab chiqdi. Nemis ishlab chiqaruvchisi Amazon bilan hamkorlikda Nexat o'g'it sepish qurilmasini 6 oy mobaynida ishlab chiqdi. Mashina ikkita bunkerdan, har bitta bunker 10 ming litr sig'imga ega. Bunkerlarning ostida Amazonning ikkita diskli TC qurilmasi o'rnatilgan. Bu mineral o'g'itni 54 metrgacha sochishga yordam beradi. Shuningdek, qurilmada aniq chegarani belgilovchi Auto TC va Click TC tizimlari ham ishlatilgan. Undan tashqari, shamol va boshqa tabiiy ofatlarga qarshi avtonom tarzda o'g'itlarni taqsimlovchi Argus Twin va Wind Control texnologiyasi qo'llanilgan. Bundan da qiziq videolar ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna tugmasini bosib qo'ying.